oyoqni ishlatmayotgan grija mana shu narsa bo'ladi, shu oq. Xo'p. Bemor shuncha lecheniya olishiga qaramasdan, yaxshilanmasdan holati yomonlashib borgan. Ba'zi holatlarda mana shunaqa davleniya, nervga bo'ladigan davleniya kuchli bo'ladigan bo'lsa, konservativniy lecheniyadan ko'ra operativniy lecheniya afzal hisoblanadi. o'n 12 kunmi, 15 kun qaysidir klinikaga borib, ilon zahridan foydalanib lecheniya olib ko'rishgan, ham teri sohasi polni kuyib ketgan. Ilon zahrini qo'yilgan paytda. Keyin 13 kundan keyin oyog'im ishlamay qoldi dedilar. Undan keyin kelganlar oldimizga. Bemordagi grija kattaligi, skalpel kattaligidagi enini ko'rsangiz ham, bo'yi ham mashtgacha 5 sm bo'lsa, mashtga keladi. 9-10 sm ga yetyapti. Mana shu shaklda. Ichkarida kichkinagina kanalda boyaga chiqqan, bir joyga yig'ilgan grija orqa miyani juda ham kuchli siqib tashlagan. O'sha uchun ham oyoq ishlamay qolgan. Ichki kelish va peshob berishdagi kontrol buzilgan. Nervni butunlay bo'shatib qo'ydik. Bu yog'ini xudo xolasa konservativniy lecheniya bilan nevrologik holatlarni yaxshilaymiz.